shug'ullanib, savolga javob topolmagan masalalardagina konsultantga o'sha o'zini yo'nalishi bo'yicha murojaat qilish kerak, demak. O'sha strategiya masalasida ham xuddi shunaqa. Masalan, o'zi biladi, boshqa kelgan bilmasa. Shahboz aka, mana kecha gaplashdik, men siz anaqa dedingiz-da, Instagram ishlatmayman dedingiz-da. Instagram ishlatmayman dedingiz. Instagram ishlatmaydigan marketolog men to'g'risi birinchi marta ko'rishim, eshitishim. Hozir mana hamma mediada bo'l, biznes shu yerda, hamma xaridoring shu yerda, klienting shu yerda, deyapti. Hozirgi masalan bu o'zingizni qanaqadir tanlagan baribir prinsipingiz. Lekin hozir mana ko'p tadbirkorlar ko'ramiz, Instagramda foydalanib savdosini nechadir barobar oshirib o'tganlar bor-da, lishniy brendini ustida ishlab, boshqa qilib. Bu faqat katta o'zingizga bir исключение qilib olganmisiz yoki qanaqadir bir qoida qilib olsa bo'ladimi shu narsani tadbirkorlar? Nimaga beryapman bu savolni? Men sizni sababini bilganman. Tanlaganingiz chalg'itadi. To'g'ri, boshqa fokus qarata olmaysiz o'zingiz ishingizga, xayolingiz chalib boshqalarga burilishlar ko'p bo'lib ketadi-da. Bu umumiymi bu qoida yoki kimlargadir tavsiya qilasiz, kimlargadir tavsiya